Samarqand bugungi obzorimizda Rudakiy ko'chasi 12 qavatlik yangi Novostroykaning 11-qavatida 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan, plus balkonlari mavjud. Biz video obzorini boshladik. Kvartiramiz manzilini qaytarib o'taman. Rudakiy ko'chasi Texnogaz zapravkani to'g'risida Elite Buildingning 11-etaji bo'lyapti. Liftlar 24/7 ishlaydi. Lift bitta emas, ikkita mavjud. Bitta gruzovoy lift, bittasi passajirli lift bo'lyapti. Qiziqqanlar uchun bu videoni jo'natib qo'yasiz. Narxini 115 ming deyaptilar. Yetmaganiga yana ipoteka ham qilib beraman debdilar. Hammaga rahmat.